Usta, hozirgi kunda propan yaxshimi, metan yaxshimi? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kunda ko'pchilikni qiynayotgan muammo va propan qo'yasizmi, metan qo'yasizmi? Siz mana shunday qilib uстановка qilsangizgina sizning mashinangiz yaxshi yuradi. Ahamiyat berib qo'yasiz. 6 santimetrlik jukulyor bu nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, har doimgidek Porsche'ga yaqinlashtirish uchun mana shu narsa kerak. Agar buni qo'ymaydigan bo'lsangiz, ozginadan keyin siltab qolish xavfi bor. Xo'p, endilikda propan va metanni hisob kitobini qilib beraman. Kameraga qarab olib keling. Siz aytaylik, Tracker avtomobiliga 40 ta propan qo'yadigan bo'lsangiz, 40 ta propan o'rtacha hisoblaganda, Toshkent viloyatining hisob kitobi bo'lganda ham mana ahamiyat berib qo'yasizlar, qancha pul bo'lyapti? 260 ming so'mdan 260 ming so'mdan 400 kilometr Trackerda yurib o'tasiz kamida. Endi zapravka yaxshi bo'lsa 400 kilometrdan ham oshishi mumkin. Endi shu kilometrajni benzinda yuradigan bo'lsangiz, siz kamida 500 ming so'm xarajat qilishingiz kerak, обязательно. Shuning uchun siz to'g'ri tanlov qilib propanni qo'ying, mazza qiling. Har qanday turdagi avtomobillarga sifatli propan va metan uстановка qilib beramiz. Kafolati bilan. Keling, old zapchaska 1 yil 100% garantiya beramiz, balonga esa 10 yil.